Toshkent tumani Eshongozor mahalla navbat uyimizga keldik. Bu uyimizda 3 sutu, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Darvozamiz kattagina. Bu yerda mana bizda sanuzel. Bu yerda bizda kladovka. Bu mana bizning uyimizni ko'rinishi. Bu yerda mana zona joy qoldirilgan. Uy ichini obzor qilib beramiz, ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Bu yerda mana bizda guruch xonamiz. Bu yerda spalni. Bu yerda bizda sanuzel. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bu yerda stol qo'yib, ko'pchilik mehmonlar sig'dirsa bo'ladi. Bu yerda bizda diski xona. Sanuzel bu yerda. Radix İspanya bu yerda. Bu yerda yana sanuzel. Böyle bizde oshxona. Bu yerda xohlasanglar buni olib tashlab stol qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ustiga gilam, ko'rpacha qo'yib, tapchan hisobida o'tirib foydalansanglar bo'ladi.